Hovuz murojaat TV. Istirohat bog'lari insonlarni hordiq chiqarishi, bolajonlarni bo'sh vaqtlarini maroqli o'tkazishlari uchun tashkil qilingan maskanlardan biri hisoblanadi, ammo oxirgi vaqtlarda ijarani bahona qilib, ham bog'ni sug'orish, ham salqinlik, ham o't o'chiruvchilar uchun suv zaxirasi bo'lgan hovuz yo'q bo'lishidan xavotir olgan fuqarolar ko'rsatuvimizga murojaat qilishgan. Shu havuz ustidan yana attraksionni unaqa qo'ymoqchi, tayyor havuz yo'q qilmoqchida uni. U bitta havuz baribir любой joyda kerak-ku. U bir falokat aytib kelmaydi-ku. Baribir bitta suv yomg'ir baribir kerak bo'ladi-ku ular. O'sha yerdan olinadi. Boshqa havuz yo'qmi park hududida? To'g'ri, ha, tayyor havuzni yo'q qilib attraksion qo'ymoqchi. Shuning uchun biz shu jo'ralar har kuni ertalab biz necha yildan beri parkda yuramiz. Necha yildan beri sog'lik uchun parkda yuramiz. Shuning uchun har kun bomdoddan keyin chiqamiz. Ana bugun ham chiqdik, aynaldik. U bolalar aytuvdi bizlar shunaqa nima deysizlar deganda biz santamo bitta suv bo'lish kerak edi. Erta havolar saratonlar isib ketadi. Bitta suv to'la tursa, u hozir yangi parkka ana u direktori yoshbacha u yaxshi qaryapti. Avvalgidan qaraganda ancha hamma joy obod qilib, chiroyli qilib qaryapti-ku u bacha. Hozir yaxshi, hozir unaqa yomon tomoni yo'q. Обязательно kerak. Oqshomlari ham salqingina bo'ladi. Bolalarimiz, nevaralarimiz chiqib o'ynaydi, yuradi. Baribir bitta havuz kerak-da любой parkda. Biz ko'rsatuvimizga yo'llangan murojaat yuzasidan Samarqand shahrida joylashgan Alisher Navoiy istirohat bog'iga keldik. Murojaatchilarning aytishicha, bog'da yagona bo'lgan suv havzasi auksion orqali tadbirkorga sotilgan ekan. Tadbirkor ustida attraksion qurmoqda. Xo'sh, suv havzasi bog' uchun kerakmi o'zi aslida? Bu yerdagi muhit boshqa. Hozir endi salgina ozgina bardak. Odamlarning o'zida ham madaniyat miqdori sal oshib ketganmi? Tashlab ketyapti sorda. Joylar qo'ygan maxsus joylar o'sha yerga tashlamayapti. Shu atak yomon joyi yo'q. Endi bundan buyon yaxshilik qanday, ilgari qanday? Oldin Farhat aka rahbar edi. Bundan 5 yillar oldin bu paytda doimiy mana suvlarni qo'yib, demak, keskin farqi bor edi. Hozir balki u butun o'sha bir qancha parklarga xo'jayin bo'lgani uchun u mablag'ni bu yoqdan olib qo'ysa qilgan. Hozir bular yakka alohida bo'lsa kerak, masalan, suvlar ham uncha ko'p nima qilganini ko'rmaymiz. Obodonlashtirish xodimining aytishicha, bu hovuzdan ko'p yillardan beri sug'orishlarda foydalanilar ekan. Suv to'ldirsa agar bu mana bu gazon, pajarni nima, suvchilik nimalar bo'ladi-ku, shundan oladi-da suvni. Ha, pajarni mashina kelsa ham shundan oladi, ha? Shundan oladi. Bu pajar rezervuar. Shunday. Lekin bu park balansiga tegishli emas bu. Chasni bu. Ha, parkka tegishli emas. Yo'q. Parkka tegishli emas. Ha, nimaga ustiga attraksion qo'yapti? Endi ular auksionga olgandan keyin xohlagan narsasini kirgizadi-ku baribir. O'shanday qilibdi. Katta narsaga ruxsat bermagandan keyin bular kichkina narsaga o'tdi-da o'zi. Hozir shuni teshib qo'yganmi betonni? Tagini kovlab, nima beton qilib yana boshqadan nima qilib qo'ydi-da. Xo'sh, nima sababdan shuncha bo'sh joy turib, aynan suv zaxirasi hisoblangan hovuz ijaraga berib yuborilgan? 2025-yil 4-fevraldagi obodonlashtirish boshqarmasining xatiga asosan 02-151 xatiga asosan auksion chiqarilgan. Auksionga chiqarilishiga bu ko'ngilochar maskani chiqarilgan. 16-iyun kuni 2025-yil Arif Saddam To'ycho'g'li tomonidan yutib olingan. Biz unga bir necha bor tushuntirishga harakat qildik. Buni buzib, uni maqsadi bu yerda buzib, boshqa qo'shimcha attraksion qo'yish edi. Biz unga tushuntirdik, bu favqulodda joy, suv saqlanadi. Qancha tushuntirdik, boshqa qilishimizga qaramasdan hozirgi mana o'z boshimchalik bilan attraksionni olib kelib, havuz ustida o'rnatgan. Bu bo'yicha biz xat chiqardik. Tegishli tashkilotlar bu bo'yicha shug'ullanmoqda. O'zi umuman shu suvli rezervuar ustida qanaqadir qurilishlari qo'yishga, attraksion o'rnatish haqlimi? Yo'q, haqqi yo'q. Bunda nima qilsa bo'ladi? Suv to'ldirgan holatda suvga yuradigan, bolalar ichiga kirib, suvga aylanib yuradigan bir sharoit o'rnatsa bo'ladi. Hatto buni buzib, uni o'rniga boshqa narsa qurish haqqi yo'q. Obodonlashtirish boshqarmasi mas'ul xodimining aytishicha, bu joy bir xodimning xatosi tufayli auksionga chiqarilgan ekan, ammo favqulodda vaziyatlar mas'ullari hech qanday rozilik olinmaganligini ta'kidlashdi. Auksionga chiqarilganini ko'rdik-da, shu tekislangan, betonlashtirilgan maydon deb chiqqan ekanda. Bu hovuz-ku. Nega ikki xil ko'rsatma berilgan? Yo'q, ko'rsatma berilganda xodimimiz hozir ishdan ketgan. Faqat shu emas, bundan tashqari ham bir ikkita shunga o'xshash holatlar yuz bergani uchun aniqladik va uni chorasi ko'rilib ishdan olindi xodim.
Bu ham e'tiborsizlik nuqtai nazaridan shu holatga kelib chiqarilgan. Lekin rasmda обязательно bu turgan edi. Havuzlar hammasi. Hozir bu o'rnatilgan attraksionni pasporti, tegishli hujjatlari bormi? Ko'rdingizlar? Yo'q, bizlarga buni taqdim qilgani yo'q. Shuning uchun biza tegishli tashkilotlarga xat chiqarganmizda uni o'rganib chiqish bo'yicha o'rganilyapti. Ishlashga ruxsat berilgani yo'q. Yo'q, hech qanaqa ruxsat olgani yo'q bizada. Xo'sh, tadbirkor hovuzni nima sababdan buzmoqchi bo'lgan? Umuman o'zi ko'rdingizmi? Auksion turganda havuzligi ko'ringanmidi? Havuzligi u nimaga havuz deb yozilmaganda, ijaraga yer beriladi deb qo'yilgan. Ijara shartnoma ijara beradiganlarga bordim. Nima Dilmurod aka bor-ku. O'shanga bordim, o'sha aytdi, "Liboy narsa qo'yishingiz mumkin" dedi. Zo'r qilib siz buni yutib olib, sasib, mana videolari ham bor, sasib yotgan balchiq edi-da bu yer. Zo'r qilibsiz, bir 5 marta chiqdi. Hech kim o'ynamadi. Keyin men yutib olgandan keyin zo'r qilibsiz. Rivojlantiring. Biz sizlar tomonidan, tadbirkor tomonidan dedi. U kishining oldiga bordim haqiqatan. Siz yutdingiz, liboy narsa qo'yishingiz mumkin. Bu yer yer qo'yilgan, basseyn qo'yilgan. Liboyingiz qo'yishingiz mumkin. Shu Dilmurod degan bola. Ijarachilar. Ijarachilar. Bu yerni berganmiz biz, basseyn. U xohlasangiz buzib taylang dedi. Ha, buzib tashlangam deb aytdi. Ha, xohlasangiz buzing, u yerni yutgansiz. U basseyn, sasseyn qo'yilmagan yerga yer qo'yilgan dedi. Suv rezervatsiyada turibdi bu maydon deyilmadi. Yo'q, deyilmadi. Ammo bizga taqdim etilgan mana bu shartnomaning biror bir bandida xohlagan ishingni qilishing mumkin deya ko'rsatilmagan ekan. Bu yerni yutib olganman. 57 millionga 1 yildan beri to'lab kelyapman, lekin hali 1 so'm foydalanganim yo'q. O'tgan yili sudlashdim eski egasi bilan. Bu sudga umrim ketdi, 3 oy, 4 oy, 5 oy. Umuman 1 so'm hali bundan 1 so'm xarajat olganim yo'q. Faqat pul. Bu yerga karussel olib kelganman. Bazada turibdi. Kattalarniki mumkin emas dedi. Hay, kattalarniki mumkin emas bo'lsa, detskiga olib keldim. Hay, ishlatishim kerak. Tadbirkorlik qilishim kerak. Buni hozir olib keldim yana 20 ming dollarga. Buni kim nima? Qaysi davlatdan olib kelingan bu? Xitoydan kelgan bu. Pasport hujjatlari bormi? Pasport hujjatlari bor. Bu ruxsat berilganmi o'rnatishga? Kim ruxsat olish? Tashkilot bor shunaqa. Yo'q, tashkilotda shu qaysi tashkilotdan ruxsat olishimiz? Balki attraksionni qabul qiladigan tashkilot mas'ullari xavfsizlik masalasini jiddiyroq o'rganib chiqishar. Zamonaviy istirohat bog'larini tashkil qilish, yangi attraksionni o'rnatish yaxshi, ammo tanganing ikkinchi tarafi ularning xavfsizlik masalasi hisoblanadi. Guvohi bo'lganingizdek, bu yerdagi attraksion ilgari ishlatilgan va qayerdandir olib kelib bu yerga o'rnatilmoqda. Uni qanaqadir hujjati borligi yoki yo'qligi, unga ruxsat berilgani haqida biz hozirgacha ma'lumot ola olmadik. Xulosa o'zingizdan. Balki lavha efir yuzini ko'rgach, mas'ullar ushbu muammoni jiddiyroq o'rganib, masalaga yechim topishar. O'z murojaatda va Chingiz Norqulov, Rustam Ragimov, Samarqand.